Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Jalinga interaktiv video studiyasida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mening ismim Rahmonov Tohirbek, O'zbekiston Davlat konservatoriyasida 2-bosqich talabasiman. Bugun sizlar bilan O'zbekiston Davlat konservatoriyasi haqida gaplashamiz. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi 1934-yilda Toshkent konservatoriyasi sifatida tashkil topgan. 1936-yilda Oliy musiqa maktabi, 1976-yildan 2002-yilgacha Muxtor Ashrafiy nomida o'z faoliyatini olib borgan. 2002-yildan to shu kungacha esa O'zbekiston Davlat konservatoriyasi sifatida o'z faoliyatini olib bormoqda. O'quv yo'nalishlari bo'yicha tanishadigan bo'lsak, bakalavriat, magistratura, aspirantura, malaka oshirish bosqichlari va iqtidorli bolalar akademik litseyi mavjud. Rektor O'rinboyev Kamoliddin Turdimurodovich 1985-yilda tavallud topgan. O'z faoliyati mobaynida Italiya, Fransiya, Rossiya kabi davlatlarda o'z sohalari bo'yicha tajriba orttirganlar. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi rektori, O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Kamoliddin O'rinboyevga 2021-yil 30-avgust kuni Mehnat Shuhrat ordeni topshirildi. O'quv yo'nalishlari bo'yicha prorektor Abdullayev Farhod Rustambekovich, ilmiy lavozimi dotsent. Yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor Husniddinova Yulduz Madadovna, ilmiy lavozimlari dotsent. Ilmiy va ijodiy ishlar bo'yicha prorektor Gafurova Sayyora Akmalovna, ilmiy lavozimlari professor. Bulardan tashqari O'zbekiston Davlat konservatoriyasida buyuk san'atkor, buyuk ijodkorlar yashab o'tishgan va hozirgi kunda ham buyuk bastakorlar, sozandalar o'z faoliyatini olib borishadi. Bulardan biri Oydin Abdullayeva 1952-yilda Qamashu tumanida, 1995-yil O'zbekiston Respublikasi xalq o'qituvchisi unvonlarini olganlar. Botir Zokirov tavalludining 85-yilligi munosabati bilan O'zbekiston Davlat konservatoriyasida bir qator tadbirlar tashkil etilgan. 2021-yil 16-dekabr kuni Botir Zokirovning ijodiga bag'ishlab tadbir konferensiyasi bo'lib o'tdi. 2021-yil 21-dekabr sanasida xalqaro ilmiy amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston Davlat konservatoriyasida bo'lib o'tgan gala-konsert bilan yakunlandi. Eng yaxshi talaba 2021-yil talabasi O'zbekiston Davlat konservatoriyasi 2-bosqich magistranti Sardor Ibragimov deb topildi. O'zbekiston Davlat konservatoriyasida eng yaxshi talaba 2021-yil tanlovida g'olib deb topilib, hozirgi vaqtda Italiyada tahsil olmoqdalar. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi Ginesin nomidagi Rossiya musiqa akademik professorlar ishtirokida mahorat darslari va ijodiy uchrashuvlar bo'lib o'tdi.
Bundan tashqari, O'zbekiston davlat konservatoriyasida Shanxay hamkorlik tashkiloti Shanxay rektorlar forumi ham bo'lib o'tdi. Qisqacha video lavha. O'zbekiston davlat konservatoriyasi 85 yilligiga bag'ishlab juda ham katta bo'lgan konsert dasturi uyushtirilgan. Bularni ham qisqacha video ko'rinishida O'zbekiston davlat konservatoriyasining 85 yilligiga bag'ishlangan tantanali konsert kechamizga xush kelibsizlar. Ana endi O'zbekiston davlat konservatoriyasi sayti bilan tanishamiz. Bu saytda O'zbekiston davlat konservatoriyasi haqida ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Yangiliklarni, qabul 2022 qanday tarzda bo'lib o'tishi va bu saytda onlayn hujjat topshirishingiz mumkin. Bu yerda yangiliklarni barchasini, konsert dasturlarini ko'rib olishingiz mumkin. Ta'lim yo'nalishlarini ham ilm, fan va tizim
O'zbekiston davlat konservatoriyasi tizimi rektordan tortib o'qituvchilargacha bo'lgan barcha ma'lumotlarni shu joydan olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizlar bilan oxirigacha bo'lib qolganingiz uchun juda ham minnatdormiz. O'zbekiston davlat konservatoriyasi bilan bog'lanish telefonlarini va Jalingi interaktiv video studiyasining saytlari va telefon nomerlarini quyida qoldirib ketamiz. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like va kommentariy yozishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.